163 ming dollarga zo'r uy bor. Olgan bo'larmidingiz? Qarang, ko'rsataman sizga. Fasadni ko'ring, 20. Ichkariga 30. Mahallani ko'ring, mahallani. Ko'chalar katta, keng ekan, mashina bemalol o'tadi. Asfalt qilingan, gaz, svet, suv bor. Narxi 163 ming dollar, boshidan aytaman. Ichkarilarini ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. 7 ta xonasi tayyor bo'lgan, 3 ta xonasi bor, hali tayyor bo'lmagan. O'sha 10 ta xona. Hozir ichkaridan ko'rib chiqamiz. Darvozaxonasi ikki yoq tarafga uy qurgan ekanlar. Bu yoq bitgan, 3 ta xona bor, podval ham bor, yaxlit yerto'la. Bu yoq bitmagan, aytganimdek 3 ta xona qursangiz bo'ladi, podval ham bor. Bu yoq hovlisi ikkita chetga yashil zona qilasiz. Bu yoqda mana spalni, oshxona, hammom, tualet hammasi bu yoqda yana alohida xonalar bor. 6 sotuvga joylashgan, fasad uzunligi 20 metr, ichkariga 30 metr. Bo'lib ham sotilar ekan, 3 sotuv qilib, o'rtasidan bo'lib. Xo'p, dokumentlari joyida, gaz, svet, suv, kanalizatsiya ham bor, umuman muammo yo'q. Mahallani ko'rdinglar, tinch, asfalt qilingan, cho'tki. Sotuv qilib ham sotar ekanlar. Lokatsiyani tushuntiraman. Keles Kiyev, Olmazor mahallada. 6 sotuv joyimiz, 3 sotuv qilib ham sotiladi. Narx juda ham shikalat. Qiziqqanlar bo'lsa, men pastdagi raqamini qoldiraman, aloqaga chiqarasizlar.